Sadoqatinglarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Rahmat oyi 10 kunligiga yetib keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, saxovatli yaxshi insonlar. Mana barchamizni tutayotgan ro'zamizni Alloh darajada qabul qilsin. Barchalarda qilayotgan ibodatlarni Alloh darajada qabul qilsin. Mana Aron Hada gruppasi yana sizlarga bir murojaat qilyapti. Bu murojaatimizni sababi oldinda Ramazonda 20 kuni bor. Shu 20 kunlikka produktlar so'ragan qiynalgan oilalar serob. Shularga produkt tarqatish maqsadida mana sizlarga yana bir murojaat qilyapmiz. Bu murojaatimizni mana Aronimizda Muhammad Qori akamiz bor, shu Qori akamiz orqali qilamiz. Qori aka. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamd sanolar, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz gruppadagi birodarlar. Alloh taolo hammanglarni qilayotgan ibodatinglarni qabul qilsin, tutayotgan ro'zanglarni qabul qilsin, qilayotgan sadoqatinglarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Addalu alal khayri kafa'ilihi deb Rasululloh alayhi vasallam aytganlar. Ya'ni yaxshilikka dalolat qiluvchi o'sha yaxshilikni qilgan odam bilan savobda barobar bo'ladi. Shuning uchun mana shu hadisga tayanib dalolat qilamiz. Haqiqatda Ramazon oyi bu saxovat oyi. Alloh subhanahu va taoloning rahmat oyi. Yer yuzidagi butun kambag'al, bechora, miskinlar, faqirlar, yetimlar, qancha shunday bir muhtoj bo'lgan insonlar, Allohning bandalari xursand bo'ladigan oy. Sababi Ramazonda zakotlar beriladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mol davlat bilan fazilat bergan qancha aka-ukalarimiz zakotlarini berib, ularni qalblariga xursandchilik baxsh etiladi. Bundan tashqari ularga iftorlar, qancha bir sadoqatlar boshqa oyga qaraganda juda ko'p shunaqa sadoqatlar orqali Allohning bergan ne'matlari ulashiladi. Shuni sababidan Ramazon oyini bu muhtoj bo'lgan oilalar, yetimlar, yesirlar, kambag'al, beva, bechoralar, miskinlar hammasi Ramazon oyini intiqib kutadi. Mana shular intiqib kutgan oy mana keldi. Alhamdulillah, Allohning 3ga bo'lgan, birinchisi rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri jahannamdan ozod bo'ladigan 10 kunlik deb Rasululloh alayhi vasallam aytdi. Mana shu rahmat oyi o'tib, mana ikkinchi Allohning mag'firat 10 kunligiga yetib keldik. Endi bu oy shunday oy, Alloh subhanahu va taolo insonga qilgan kichkina bir amaliga hisobsiz yaxshiliklarni beradigan oy. Sababi Rasululloh alayhi vasallam bu oyda kim bir nafil ibodat qilsa dedi, farzni savobini oladi dedilar. Kim agar bir farzni bajaradigan bo'lsa 70 ga ko'paytiriladi deb aytdilar. Ramazon oyida shunchalik ko'p ajrlarni va'da qilindi. Hayron qoladigan narsa, arzimagan narsa uchun bir arzimagan amallar uchun shunaqa bir savoblarni va'da qildi. Ana o'sha va'dalardan bittasi Rasululloh alayhi vasallam aytdilar. Kim bir ro'zadorni iftor qildirsa dedi. Ro'zadorni o'sha og'zi ochariga biror narsa qilib iftor qildirsa, o'sha odamning gunohi kechiriladi dedi va jahannamdan ozod bo'ladi va o'sha ro'za tutgan odamga qancha ajr savoblar berilsa, o'shandan kamaytirilmasdan o'sha og'iz ochirgan, iftor qildirgan o'sha musulmonga beriladi. Bunaqa va'da boshqa biror bir amalda yo'q. 3 ta va'da aytdilar. Birinchisi, ro'zada iftori uchun iftor qildirsa ro'zadorda gunohi kechiriladi. Inson qancha yil jahannamda azoblanishlikka sabab bo'ladigan gunohlar kechirilib ketadi. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taolo jahannamdan batamom ozod qiladi. Uchinchisi, o'shancha ajr savob. Agar bitta ro'zadorni og'zini ochirgan bo'lsa, bitta ro'zadorni savobi 2 taga bo'lsa, 2 ta, 10 ta bo'lsa, 10 tani savobi, 100 taga agar og'iz ochiradigan bo'lsa, 100 ta ro'zador qancha amal qilgan bo'lsa, o'sha kuni ro'zasiga beriladigan, o'sha kungi ibodatiga, namoziga beriladigan savob, o'sha kuni zikriga, o'sha kuni tilovat qiladigan bo'lsa, mana shularga qancha savob, ajrga ega bo'lsa, o'sha kuni iftor qilgan odam, o'sha iftor qildirgan odamga shuncha savoblarni beradi. Alloh taolo shunchalik mehribon zot. Qaraylik, shuning uchun
hozir mana shunaqa bir ishlab oladigan payt, bunaqa payt boshqa bo'lmaydi. Ramazon oyi yildagi eng ko'p ajr savob va'da qilingan oy. Shuning uchun eng bo'lib ham mana shular hozir bu oyda o'zi boyni agar iftor qildirsa, shu hozirgi aytilgan savoblar. Boy odam, hech narsaga muhtoj bo'lmagan odamda iftor qildirib, og'zini ochishiga bir yordam qilib qo'ysa, shuncha savob beriladi. Endi agar bu kambag'alga bo'ladigan bo'lsa, qancha bo'ladi? O'sha hozirgi so'ralayotgan narsa bu shunaqa muhtoj oilalarga bo'lyapti. Boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan. Bugun hamma odamlar, boy odamlar, qo'lida bor odamlar ko'cha to'la hozir mana hamma narsa hasbmi, o'pkami, ruletmi, tovuqmi, boshqa baliqmi, hamma narsalar odamlar ko'ryapti, olyapti, uyga olib ketyapti, bola chaqasi yeyapti. Lekin u bechoralar ko'ryapti, ko'rib o'ksiyapti. Sababi olay desa puli yo'q. Ular ham arzon narsa emas. Puli yo'q, yeydigan unaqa narsalarni o'ksib, bizda ham qancha bo'lar ekan deb Allohdan so'rashyapti. Allohga duo qilishyapti. Endi shularni qalbiga xursandchilik baxsh etadigan bo'lsak, shu narsamiz bilan Alloh subhanahu va taolo bizni xursand qiladi. Ularni xursand qilsak, Alloh taolo bizni xursand qiladi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo kambag'allarga aytadi. Ey kambag'allar deydi, sizlar bir hadisda keladi, Rasululloh alayhi vasallam aytadi. Bu yoqqa kelib Alloh taolo kambag'allar chaqirib turib, dunyoda sizlarga kim suv bergan bo'lsa, yo bir non bergan bo'lsa, qandaydir yaxshilik qilgan bo'lsa, bugun o'shalarni jahannamga boringlar, o'sha yerdan ularni topib, ularni olib jannatga olib kiringlar deydi. O'sha odamlar borib deyapti, qo'lidan ushlab o'sha taniganlarini, ularga yordam qilgan, dunyoda ularni xursand qilgan, xursandchilik baxsh etgan shunday bir insonlarni topib, agar jahannamga tushib qolgan bo'lsa, ularni qo'lidan yetalab jannatga olib kiradi. Shuning uchun mana shu narsadan foydalanib qolaylik. Hammamiz qo'limizda bor. Shunday insonlarga bulardan Alloh rozi bo'lsin. O'rtada qancha bizga harakat qilib, sizlar bilan biz o'shalar o'rtasida turib, ularni topib, ularga yetkazib xizmat qilyapti. Bularga ham Alloh taolo bu mehnatlarini Alloh taolo ajrlasin. Qo'limizdan kelganicha harakat qilib foydalanib qolaylik. Ramazonda Allohdan rozi qilib olaylik. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga himmat bersin. O'sha aytilgan so'zlarga amal qilishga tavfiq bersin. Shunday bir insonlarni topib, ularga bir xursandchilik baxsh etib, ularni ko'nglarini ko'tarib, oxirat Allohni rozi qilib, oxiratimizni qurib, jahannamdan ozod bo'lishga Alloh taolo nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmat. Assalomu alaykum.